Bugungi mavzu hamma erkak kishi uchun juda ham qiziq bo'ladi. Aniq javob beraman. Sababi bugun jinsiy a'zodagi ereksiya masalasi haqida gaplashamiz. Aynan bu mavzumizda sizlar nimalarni bilib olishingiz mumkin? Video davomida birinchi navbatda ereksiya o'zi qanday bo'ladi? Qanday kasalliklarda ana shu ereksiya jarayonida muammolar, kamchiliklar kuzatilishi mumkin? Qaysi muammoda qachon qanday yo'l tutish kerak? Qachon shifokorga borib uchrashish kerak? Qachon qanaqa tekshiruvdan o'tsa shu kasallikda to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'ladi? Buni 100% to'laqonli yechimi hisoblangan penil implantlar, ya'ni boshqacha aytganda penil protezlar haqida gaplashamiz. Bugungi videomizda sizlar bu mavzudagi hamma savollarga javob olasizlar. Ishonch bilan ayta olaman. Jinsiy a'zoda ereksiya jarayoni, ya'ni jinsiy holati, turish holati bu ikkita silindr joylashgan bo'ladi. Kavernoz tana deyiladi. Mana shuni ichi xuddi g'ovak. Gubka bor-ku, gubka misolida olsak bo'ladi. Ichi g'ovak bo'ladi va mana shu yerga kelayotgan qonni dimlanishi natijasida taranglik hosil bo'ladi. Fiziologik jihatdan sizlarga oddiy tilda shunday tushuntirib berishim mumkin. Ya'ni to'lgandan keyin qon bu taranglashadi. Qanchalik darajada qonni mahkam dimlanishi bu ereksiyani shuncha qattiqlik darajasiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu yoshlarda hamma yo'q sog'lom, hamma yo'q svejiy. Bu qon tomirlar endoteliy qavatlari elastikligi zo'r, shuning uchun ereksiya zo'r. Yosh katta insonlarda bu sekin slablashadi. Nimaga? Sababi ortiqcha yog'li mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, semizlik, harakatsizlik, qon tomirlarida qon aylanishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, mana shular natijasida aynan jinsiy a'zo ham bundan hech qanday yiroqda qolmaydi-da, chetda qolmaydi. Yurak qon tomiridagi muammo bu yerda ham kuzatiladi. Ayniqsa qandli diabet bu ereksiyani kushandasi hisoblanadi. To'liq ishdan chiqaradi va ereksiya kuzatilmaydi. Hattoki erta yoshda, mana masalan ko'rishimiz mumkin, 35-40 yoshdagi erkaklarda ham qandli diabet natijasida ereksiya bilan bog'liq to'liq buzilish holati kelib chiqqan. Shuning uchun bu kasalliklarni hozir birma-bir sanab beraman va har birida qanday yo'l tutish kerakligini aytaman. Birinchisi psixogen erektil disfunksiya, ya'ni eng yoshidan boshlaymiz. Hozirgi kunda yigitlarimiz orasida yangi uylanayotganlarda uchraydigan eng ko'p uchraydigan muammo psixogen erektil disfunksiya. Bu nima degani? Bu siz ayolingiz bilan uylandingiz, ertasi kuni ayol bilan yaqinlashmoqchisiz. O'xshamadi, yotib qoldi. Tamom, mana shu psixogen erektil disfunksiya. Shu vaqtgacha hammasi zo'r bo'lgan bo'ladi, lekin ayol kishining oldida qandaydir bu muammoga duch keladi. Tashadi, bo'ldi, qaytib turmaydi. Tursa ham ayol bilan yaqinlik qilaman deganda yana yotib qolaveradi. Aynan mana shu jarayonni psixologik buzilish hisoblanadi. Ya'ni bunda sizda jinsiy a'zoda hech qanday kasallik yo'q. Bu holatda ko'pchilik xato qiladi, turli xil darajada dorilarni ichadi, turli xil doktorlarga borib qandaydir muolajalar o'tkazadi, prostatasini massaj qildirganlar ham bor. Har xil fizioterapevtik lot degan apparat bor, fizioterapevtik apparat. Turg'izib, bosim hosil qilib, manfiy bosim hisobiga ishlatadigan apparatlar bor. Ularni oladi, hech qaysi biri yordam bermaydi. Faqatgina shu kasallik haqida u bemor, ya'ni o'sha inson, yigit, kuyov boshqacha aytganda ma'lumotga ega bo'lish kerak va o'zidagi irodasini ishga solish kerak, o'zini nazorat qilish kerak. Bo'ldi, shu yechim. Tajribamda bu bo'yicha eng og'iri 4 yillik ana shunaqangi o'zini yangi turmush qurgan ayolini qizligini ola olmagan holat kelgan va mana shu bemorda kerakli davo muolajalari boshqalar qilingan, har holda gormonlargacha olingan. Ya'ni hamma ish qilib ko'rilganda. Kelgan vaqtida gaplashdik, ko'rib chiqdim, hamma tekshiruvlarni tanishdim va ko'rdik, bemorda psixogen erektil disfunksiya og'ir darajadagi. Bu bemorda ikkita yo'li bor. Yoki psixologik o'zini nazoratga oladi, yoki implant. Boshqa yo'li yo'q. Mana shunday jarayonda birinchi yo'lni tushuntirganimdan keyin bu bemorda har holda irodasi yaxshi ekan, shu kasallikni yengib chiqib ketdi va hozir ayoli bilan regular, chiroyli jinsiy aloqada o'z hayotini davom ettiryapti. Va boshqalarida ba'zi birlarda irodasizlik natijasida bu imkon bo'lmaydi va oxir oqibatda biz majbur bo'lamiz implant o'rnatishga. Tajribamizda bunday bemorlar bo'lgan, implant o'rnatganmiz va hayotini, oilasini saqlab qolganmiz. Va
boshqacha aytganda. Oilasi bilan hozirgi paytda baxtli, saodatli yashab davom ettiryapti. Endi ikkinchisi bu возрастной androgenniy defitsit deydi biz tilda. Ya'ni yoshga bog'liq qandaydir androgenlarning yetishmasligi. Bu kasallik deb olishning o'zi bir xato. Sababi hozirgi kunda bilamiz, oilada ish, stress, urush janjallar, qandaydir darajada harakatsizlik, semizlik sabab bo'lyapti va ko'pchiligimizda ereksiya bilan bog'liq muammolar bor. Har ikkita erkakdan bittasida keladigan eng ko'p savollardan bittasi bu tarang turmaydi, amallab aloqa qilaman va ikkinchisi yo'q. Mana shu juda ko'pchilikga beradigan savol. Bunday holatda birinchi qiladigan ish dori-darmon ichish emas. Kerakli shubhalangan tekshiruvlarni qilib, shubhaga ishonch hosil qilib, muammo yo'qligiga ana undan keyin hayot sifatini o'zgartirish. Sport bilan aktiv shug'ullanish bu kamida 1 oy davom etsa, siz o'zingizda effekt belgilarini bilishni boshlaysiz. Ya'ni xohish kuchayadi, taranglik yaxshilanadi va o'sha ko'pchilik xohlayotgan ikkinchisi bo'ladi. Ikkinchi masala bu ortiqcha vazn. Ortiqcha vaznda nima yomon tomoni bor? Prolaktin, estradiol degan gormonlar ko'payib ketadi. Testosteron ayollik gormoniga aylanib ketadi va konsentratsiyasi pasayib boradi. Buning natijasida ereksiya sifati buziladi. Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan biri. Uchinchisi esa stress. Hozirgi kunda juda ko'pchiligimizda hayotimizda stresssiz tasavvur qilish qiyin. Ya'ni stress yo'q, insonda o'zi yo'q. Lekin biz uni qanchalik qabul qilishimizga bog'liq. Stressli faktorlar, yoshga bog'liq holatlar, ba'zi bir hayotimizda hamroh kasalliklar, ovqatlanish tartibimiz, bular hammasini umumiy jamlashtirib, insonda hayot sifatida bo'lsak bo'ladi. Mana shuni yaxshilasak, bizda ereksiya bilan bog'liq muammolarga hal qilgan bo'lamiz. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'taman. Hozirgi kunda internetda, televideniyada va radiolarda reklama qilinayotgan ereksiyani zo'r qiladi, to'shakda zo'r bo'lasiz degan turli xil darajadagi dori reklamalariga ishonib qolmanglar. Ular aynan qo'shimcha yetishmayotgan narsani o'rnini to'ldirish sifatida ereksiyani mana shu men aytgan hayot sifati buzilgan holatda yengil darajalarida o'rnini to'ldirib beruvchi vitaminoterapiya hisoblanadi xolos. Agarda sizda ereksiya bilan bog'liq kasallik bo'ladigan bo'lsa, hech qachon u dorilar bilan tuzalmaysiz. Bunga aniq javob bera olaman. Keyingi masalaga o'tamiz. Bu kasalliklar, ya'ni qandli diabet, turli xil darajadagi aterosklerotik o'zgarishlar, qon tomir kasalliklari, yurakda o'tkazilgan operatsiyalar natijasidagi holatlar hisobiga kelib chiqqan haqiqiy organik erektil disfunksiya. Ya'ni bu kasallik. Bo'ldi, u kasal уже. Ereksiya ishlamaydi. Uni aniq tekshirib, aniq davo chorasini qilish kerak. Bu holatda nima qilamiz? Birinchi navbatda urolog, androlog, iloj boricha androlog shifokoriga murojaat qilish kerak va farmakodopplerografiya tekshiruvi bor. Mana shu tekshiruv sizdagi jinsiy olatda qon aylanishi, ereksiyani bo'lishi qanaqa holatda, har xil darajada sklerotik o'zgarishlar, ateroskleroz holatlari yoki venoz utechkalar yoki boshqa bir organik jarayonlar bormi yoki yo'qmi? Shuni baholab beradi. Ana shu kasalliklarga tashxis qo'yishga eng asosiy yordam beruvchi tekshiruv mana shu. Va bundan tashqari qo'shimcha ba'zi bir tekshiruvlar qilib, bemor bilan suhbat o'tkaziladi. Ana shunda aniq tashxis garov hisoblanadi. Tashxis qo'yildi. Xo'p, ba'zi bir dori-darmonlar yordamga kelishi mumkin. O'zi erektil disfunksiya degan kasallikni yordamchisi bu birinchi liniya preparatlari, bu turg'izuvchi dori vositalari biz biladigan aptekada sotadigan. Ya'ni sildenafil, vardenafil, udenafil, tadalafil degan guruhga kiruvchi vositalar. Mana shularni iste'mol qilish orqali aloqada jinsiy a'zo ereksiyasini yaxshilashimiz mumkin yengil darajalarida. Va faqatgina bitta aybi bu davolamaydi. Sizlarga vaqtinchalik dorining effektini bera oladi xolos. Oradan vaqt o'tdi, bu ham yordam bermay qo'ydi misol uchun. Endi nima qilamiz? Bu holatda o'zi butun dunyo standartida ikkinchi liniya sifatida turli xil alprostadil va shunga o'xshash dori vositalarini jinsiy a'zoni kavernos telasiga ukol qilish yordamida ereksiya paydo qilish, ya'ni chaqirish yo'li bilan bo'ladi. Lekin bu to'liq bizda O'zbekistonda rivojlanmagan. Bunga asosiy sabab butun dunyoda ham o'zi rivojlanmagan. Sababchi bu
noqulaylik, qo'rquv. Kim jinsiy holatga ukol qilish tasavvur qiling, qo'rqinchli narsa. Shuning uchun ko'pchilik xohlamaydi bundan voz kechadi. Endi hozirgi kunda butun tibbiyotda yangi haligacha tajribalarda bu narsa to'liq klinik ahamiyatga ega bo'lgani yo'q. Ya'ni klinikada tajribalarda qo'llanilgani yo'q, faqatgina ayrim maqsadlar uchun qilinyapti. PRP terapiya, ya'ni kimlarda PRP terapiya deydi. PRP terapiya hisoblanadi. Aynan qondagi trombotsitlar massani ajratib olish orqali uni maxsus qurilmalar yordamida ajratib olinadi, sentrifuga qilib turib va jinsiy a'zoga, kavernoz bo'shlig'iga to'g'ridan-to'g'ri yuboriladi. Mana shu jarayon orqali ham qon tomirlaridagi jinsiy a'zodagi ereksiya bilan bog'liq muammolarni yechilishiga yordamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni regeneratsiya, yangilashi mumkin to'qimalar. Bu orqali ereksiya sifati yaxshilanishi mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda bu ham vaqtincha. Ya'ni qanchadir vaqtdan keyin yana eski holatga qaytishi mumkin. Chunki asosiy faktorlar bartaraf qilib bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi kunda butun dunyoda eng ommalashgan davo chorasi 100%lik desam noto'g'ri bo'ladi. 99% desam ham to'g'ri bo'laveradi. Ya'ni implant terapiyasi. Penil implantlar, implant xirurgiyasi hozir juda ham ommalashib bormoqda. Sababi bu sizga aniq yechimni beradi. Jinsiy a'zoga o'rnatiladi va siz ereksiyaga ega bo'lasiz, xudo xohlasa, albatta. Endi xo'p, bu o'zi nima? Ko'pchiliginglar eshitgan bo'lishinglar mumkin, ko'pchiliginglar xabaringlar yo'q. Organik erektil disfunksiya holatida jinsiy a'zo ishlamaganda jinsiy a'zo kavernoz bo'shlig'iga qo'yiladigan maxsus qurilma. Bular ikki xil bo'ladi. Birinchisi asosan bir komponentli, ya'ni ikkita silindr bo'ladi xolos. Buni jinsiy a'zoga o'rnatiladi, doimiy tik holatda bo'ladi, mexanik bo'kib qo'yishingiz mumkin. Arzonroq va samarali turlaridan bittasi. Hozirgi kunda bizning tajribamizda deyarli 500 ga yaqin bemorga o'rnatdik desam ham bo'laveradi, komanda hisobida. Endi ikkinchisi bu 3 komponentli implantlar. Ya'ni 3 komponentli implantlar knopkali mexanizm bo'ladi. 3 ta aytganimiz 3 ta komponent bo'ladi. Ikkita silindri, bitta suyuqlik turuvchi rezervuari hamda bitta knopkasi bo'ladi. Mana shularni o'rnatiladi. O'rnatilgandan keyin knopkani bosish orqali ereksiya ta'minlanadi. Jinsiy a'zo turadi. Bemalol, to'laqonli xohlaganingizcha qo'pol aytganda aloqa qilasiz va bo'ldi. Ishingizni bajarganingizdan keyin knopkani bosasiz, eski holatiga qaytadi. Ya'ni xuddi tabiiydek. Sizda bu qurilma borligini tashqi tomondan hech kim bilmaydi. Tajribamizda shunday holatlar bo'lgan. Bemorlar kelgan, shu implant qo'yib bering, faqat birov bilmasin, hech kim bilmasin, hatto ayolim ham bilmasligi kerak degan fikrlarni aytishgan bemorlar bo'lgan. Va bunday ustanovka qilganmiz, haqiqatan bilmagan. Chunki operatsiya juda ham mukammal, har tomonlama mukammal ishlangan metodikalarda olib boriladi. Bu aynan qandli diabet, venozniy utechka holatida, turli xil organik buzilishlar holatida, hattoki jinsiy a'zoni qiyshiqligi, tez bo'shanish holatlarida ham juda ham mukammal yechim hisoblanadi. Bu bo'yicha qandaydir darajada savolinglar bo'lsa, quyida raqamlar bor, bemalol telefon qilib, murojaat qilib so'rashinglar mumkin. Maksimal darajada harakat qilaman, aynan bir spetsifik savollar bo'lsa, o'zim javob berishga. Shular orqali aynan ereksiyani yechimiga to'g'ri yo'ldan ketish mumkin, xolos. Hammaga shunchalik eshitganinglar uchun katta rahmat. Kim uchundir bu manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz albatta xursandmiz. Bizga qanaqadir mavzularda taklifinglar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Shu kasalliklar bo'yicha maksimal darajada sizlarga Oynai jahon boshqacha aytganda orqali o'tirib, bemalol uy sharoitida kasalliginglar bo'yicha ma'lumot olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar.